Assalomu alaykum YouTube kanalimizga shaddiy obunachilari. Akalar, ukalar, hafta kuniga bugun payshanba 2025-yil 13-noyabr hammanglarga fayzli bo'lishini tilab qolamiz. Hop, akalar, biz kanalda yangimiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz, like bosmaganlar like bosib qo'yamiz. Hop, Muhammadali otangga rahmat deb tursalaring qo'ylar zo'rlarini chiqarib berib turamiz, xudo xolosa. Bu yerda 30 boshga yaqin qo'y bor. Xudo xolosa sizlarni obzor qilib berishga harakat qilamiz sizlarga. Qo'ylar qarang. Toza bo'g'oz qo'ylar, xudo xolosa. Bir oyga qolmay turadi. 30 boshga yaqin qo'y bor dedim. Bularni hop 100% emas, endi 50 bir oyga qolmay turadi. Qolgani 2 oylik bo'g'oz, xudo xolosa. Mana yirgilari ham bor. Xudo xolosa sizlarni ham obzor qilib berishga harakat qilamiz. Mana oq so'ragan akalarimizga oq zo'rlaridan bor. Qo'ylar qarang, mana. Mashqulamiz 1 metr plus minus. Xudo xolosa. Qo'ying, kichikroq mana. Buni qo'yni qarang. Toza Qirg'izistonda qo'ydi. Akalar, bo'g'oz hammasi xudo xolosa to'g'ay deb turibdi. Hop, bular narxi akadan bo'lsak akalar, mana buni qo'y qarang. Mana. Toza sori. To'g'ay deb turibdi akalar. Mana shu qo'y mana 1 oyga qolmay turadi. Mana yelilari ham o'sil yotibdi. Mana buni ina bola qo'yimiz ham bor. Ina bola so'raganlarga bola sog'liq. Hop, akalar, shu qo'ylarni mana bitta quloq yo'g'i ham bor-da, shu qo'yni boqsa bo'ladimi? Bo'lmaydi degan akalarimiz uchun shu qo'yni bitta obzor qilib beramiz. Oxirida obzor. Hop, mana tozalardan kelganda akalar 6 tish, 4 tish, 6 tish, xudo xolosa. Yiriklaridan ekan, suyagi butunlaridan. Bu mayda juda qo'ymas, xudo xolosa. Boqsa arziydigan qo'ylar. Yemlasa ham bo'ladi, bola olsa ham bo'ladi. Ya'ni 2 marta, 3 marta bola olsa bo'ladi, xudo xolosa. Qo'ylar qaranglar, hamma suyali-da akalar. Xudo xolosa kanalda yangimiz, like, kommentariyani otangga rahmat deb tursalarim. Xudo xolosa qo'ylar zo'r qilib chiqarib berib turamiz. Pulni yo'lida qilib. Qo'ylar qaranglar. Tozalardan kelganda xudo xolosa bo'ladi. Chiroyli qilib obzor qilib bersak, keyingi videolarimizda ham vobshe arzon qilib chiqarib turamiz qo'ylarni. Mana shu qo'yni ko'ringlar. Hop. Mana shu qo'y, o chekkada qo'y bilan ona bola. Mana shu qo'y. Mana qo'y bilan ona bola. Xudo xolosa 2 qo'y ham bo'g'oz. Qo'yni qaranglar. 4 tish, 6 tish. Hop, bular puli 5,5 million so'mdan kami bor ekan. Ozoz o'tib berishi ham bor ekan. Xudo xolosa mana shu qo'ylar 5,5 milliondan arziydimi? 7 million, bitta o'zini qo'ysa 7 million narx oladi. Hop, kichikroqlari bilan 5,5 optimiga chiqaverib uka deganiga 5,5 million so'mdan chiqaryapman, xudo xolosa. Hop. Qo'ya Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolosa qo'ylarni vobshe arzonlarni chiqarib berib turamiz. Hop, nomerlari 93lik 492 29 33. Qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Xudo xolosa qo'ylar chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz akalar. Qo'ylar qaranglar mana. Hammasi bo'g'ozda, xudo xolosa mana. Hammasini yelini osilib turgan. Hammasi yebish zo'r, bir hafta garantiyasi bor. Hop, akalar, bularning narxini aytdim, 5,5 million so'mdan kami bor. Hop, suyali qo'ylar qaranglar. Bozorga chiqsangiz bu qo'ylarni 6 milliondan ham ola olmaysiz. Xudo xolosa bozor ochib bo'lmang sarson, biz chunki menda arzon. Xudo xolosa qo'ylar zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Hop, mana. Hop, endi qo'ramda joy sal torlik qilyapti. Endi qo'ylarni sal hop yakka baho qiladigan akalarimizga ham alohida baholi. Alohida video qilib berishga harakat qilamiz. Hop, nomerimizga telefon qilaverasizlar. Xudo xolosa 24 ga 7 aloqadamiz. Hop, ona bolamizga keladigan bo'lsak, bolasi mana akalar, bolasi toza sog'liq.
toza arashandan qochgan bo'ladi. Xudo xolasa nasi. Bolani ham ko'rib like tirsillatib bosib tursalaring, ana, ona bola mana. Ona bola 7 million so'm kami bor ekan. Ozmas xayri ham bor ekan. Xudo xolasa qo'ylar chiroyli qilib obzor qilib berganga o'xshayman-da. Akalar obuna bo'lib, likelar tirsillatib tursalaring qo'ylarni vahshiy arzon qilib chiqarib berib turamiz.